Qur'oniylar kim? Bizning davrimiz ana shu oxir zamonga yaqin bo'lib qoldi. Shu davrda yashayapmiz. Ana shu oxir zamon yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ishlar haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar berganlar. Oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlardan bittasi bizning ummatning 73 firqaga bo'linib ketishligi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Iftaraqatil yahud ala 71 firqa." Yahudiylar 71 firqaga bo'linishdi. Vaftaraqatin nasara ala 72 firqa. Nasroniylar bo'lsa 72 firqaga bo'lindi. Va sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Endi mana bu ummat Muhammad alayhisolamning ummati 73 firqaga bo'linadi. Narigi ikkita ummatni bo'lindi deb o'tgan zamon fe'lida tushuntirdi. Mana endi bizning ummatimiz haqida bo'linadi deb turib kelajakda bo'ladigan ishni xabarni berdi. Kullu hafinnar illa wahida. Ana shu 73 ga bo'lingan firqaning hammasi jahannamda bo'ladi. Faqat bittasi omon bo'ladi. Qila man hiya ya Rasululloh. Kim u? Qaysi toifa u? Ana shu najot yetadigan. Firqatun najiya deydi. Najot topadigan jamoa, najot topadigan firqa. Qola man kana ala mithla ma ana alayhi va ashabi. Kim u? Rasululloh aytdilar: men va sahobalarim qaysi yo'lda bo'lsak, shu yo'lda bo'lganlar. Abu Dovud va Termiziy rivoyat.